Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sog'liqlar yaxshimi, charchamasdan ishlab bilan. Mana guruhga kelgandik. Mana bitta ikki tomonlarni olib keldik. Xudo xolasa mana narxlar o'sha 700 rubldan nima deyapti bu? 700 rubldan mana krasovkalarni. Boycalar var 200 rubldan mana. Nima deyapti boyca xollar? Soat ko'rdi. Ana yana 200 rubl. 200 rubl. Turli tuman hamma narsa bor. Mana. Aşafalar, apa-singillar nima deyapti? Jenskiy, muskoy hamma narsa bor. Manzilni hamma bilsa kerak. 10-bina, Dubrovka, Bek, 2-bek. Krasovka 200 rubldan so'q qo'yishdan yo'qotib yuboradi. Ana shortlar bor ekan 300 rubldan. 300 rubldan mana ekan qoldi. 300 rubl. 300 rubl. Mana 300 rubl. Akala mana 300 so'm. Ikkita energetik ichmisiz? Bitta short ichasiz. 700 so'mdan shimda. Yozgi letni shimda mana. Har xil svetlari bor. Nima deyapti mana? Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'ying. Bitta like'lar bilan, kommentariyalar bilan. Faqat bizdan emas buni. Afrikadan, dunyoning narigi chetidan kelib olyaptilar. Akaxon, apa-xollar, apa-singillar. Hammangizga sog'lik, salomatchilik tilayman. İşleringizga rivoj. Xullas, mingta eshitgandan bitta kelib ko'rgan ma'qul edi-ku. Bitta kelib ko'rasizlar, yoqsa olib asta-sekin ketaverasizlar. Mana shimda 700 rubl. Ketkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar, sog' salomat bo'linglar.